Xabarda kim yetkazayotgani juda muhim. U xolis, tezkor va ishonchli bo'lishi siz o'zlashayotgan axborot davrida qiymatga ega. Efirda Zamin onlayn informatsion dasturi. Studiyada boshlovchi Abror Mamarahimov. Assalomu alaykum. Dastlab bizda kun xabari. Istirohat bog'lari, sayrgoh va xiyobonlarni xususiylashtirish taqiqlanishi mumkin. Prezidentning Adolat partiyasining istirohat bog'lari, sayrgoh va xiyobonlarni xususiylashtirishni taqiqlash to'g'risidagi pozitsiyani ma'qulladi. Toshkentda avtobus hamda Lacetti o'rtasida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Ma'lum qilinishicha, 171-yo'nalishdagi avtobus yo'l transport hodisasiga uchragan. Voqea Chilonzor tumanida sodir bo'lgan. Avtomashina boshqargan vaqtda haydovchi hamisha hushyor bo'lmoq zarur. Piyodalar ham yo'lning belgilangan qismidan o'tib, qoidalarga rioya etish kerak. Aks holda turli xildagi ayanchli voqealar yuzaga kelishi hech gap emas. Afsuski, shu kabi holat Bandixon tumanida kuzatildi. Ma'lum bo'lishicha, Nexia rusumli avtomashina haydovchisi 7 yoshli bolakayni urib yuborgan. Biz marhum shu vaqtgacha tahsil olib kelgan maktabga bordik. Afsuski, yana bir mudhish avtohalokat sabab endigina 7 yoshni qarshilagan bolakay bu yorug' olamni erta tark etdi. Hodisa joriy yilning 12-noyabr kuni soat taxminan 8:00 lar atrofida Bandixon tumanining Chinor mahallasi hududidagi aynan mana shu ko'chada ro'y bergan. Ma'lum bo'lishicha, 1992-yilda tug'ilgan Nexia rusumli avtomashina haydovchisi yo'lning belgilanmagan qismidan yugurib o'tayotgan 2017-yilda tug'ilgan bolakayni urib yuborgan. Biz ijodiy jamoamiz bilan marhum ta'lim olib kelgan tumandagi 9-sonli umumta'lim maktabiga bordik. Maktab direktori bo'lgan voqeani shunday so'zlab berdi. Qaradik, shu joyda mashina juda katta tezlikda keldi. Tezlikda kelib, shu joyda bolalar endi 10-15 ta bola bor shu joyda. Mashina qattiq tez keldida, bolani turtvordan chaqqatdan anchaga borib yiqildi. Yiqildida keyin chapga olaman deb mashina olib, shu joyda cho'pon bor edi. Shu cho'ponning onasini uni ham yiqib tashladi. Yana bir 10 metr nariyoqqa borib, mashina dumalab ketdi hammasi. Dumalab ketib, shu joyga borib, mahalla idorasining bir chekka borib, qadaldi borib, ag'nab ketdi teskari. Yugurib bordik. Shu joyda bir avtomashina to'xtatildi-da, to'g'ri bansiga borildi. Bansiga yetib borish bilan o'zi xabarni eshitdik-da. Bu o'quvchi mukammal shaxs bo'la olar edi. Boshqa bolalardan bilimi, salohiyati, izlanishi bilan ajralib turar edi deya afsus nadomatlar bilan marhumning sinf rahbari o'sha mudhish voqeani yodga oldi. Sinfimning sardori edi. 3 oy davomida u alifbe, yozuv, matematika darslarida eng birinchi faol qatnashgan o'quvchilardan biri edi. Oilada ikkinchi farzand, oilaviy tartibi ham hamma tomonlama u mukammal shaxs bo'la olardi. Uning qiziqishlari juda kuchli edi. Chunki har bir darsda u diqqat bilan quloq solar, hamma o'quvchidan oldin kelib, ustoz men bajardim dedi. O'sha kuni ertalab soat 7 da mening telefonimga qo'ng'iroq qildi. Ustoz, bugun kanikuldan qaytgan birinchi kunimiz. Bugun qaysi darsliklarda olib boray? Men sizga dars jadvalini tashlab qo'yganman. O'sha jadval bo'yicha darsga keling deb. Sinfxonaga borib gaplashamiz dedim. Mayli ustoz deb xayrlashdik, lekin Holat bo'yicha qo'shimcha ma'lumot olish maqsadida Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Jamoat xavfsizlik xizmati, Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmatiga yuzlandik. Navbatchilik qismiga xabar kelib tushgach, viloyat Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i boshchiligidagi ishchi guruh hodisa joyini chiqib o'rgandi. Yo'l transport hodisasi oqibatida voyaga yetmagan bola 2017-yilda tug'ilgan 1-sinf o'quvchisi olgan tan jarohatlari bilan tuman tibbiyot birlashmasida vafot etgan. Hozirda holat yuzasidan Bandixon tumani ichki ishlar bo'limi tergov guruhi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Jamoat xavfsizligi xizmati, Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamda Bandixon tumani ichki ishlar bo'limi mas'ullari ishtirokida yo'l transport hodisasida vafot etgan bola o'qigan maktabda ota-onalar, mahalla nuroniylari va mas'ullar ishtirokida yig'ilish o'tkazilib, ota-onalarning beparvoligi tanqidiy muhokama qilindi. Shu kunning o'zida tumandagi maktab va maktabgacha ta'lim muassasalariga boruvchi yo'llar ko'zdan kechirilib, harakat xavfsizligini ta'minlovchi vositalar o'rnatildi. Afsuski, yana bir yo'l transport
transport hodisasi sabab yosh avlod vafot etdi. Harakat ishtirokchisiga aylangan har bir shaxs belgilangan qoidalarga amal qilishi lozim. Aks holda yuqoridagi kabi ko'ngilni xira qiluvchi voqealar yuzaga kelishi hech gap emas. Shu o'rinda marhumning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildiramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasida to'y saylida guruh bo'lib harakatlangan avtomobillar va ularning noodatiy xatti-harakatlari aks etgan video tarmoqlarda keng tarqaldi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu holat bundan qariyb bir hafta oldin sodir bo'lgani, lekin so'nggi 2 kun mobaynida tarmoqlarda keng tarqalib, muhokamalarga sabab bo'lganligi aniqlandi. Xo'sh, haydovchilarga qanday choralar ko'rildi? Batafsil muxbirimiz Zafarbek Artiqbayev so'z yuritadi. Tasvirlarda aks etgan holatlar bir qarashda insonni xavotirga solishi aniq. Axir bu vaziyatda har qanday kutilmagan holat sodir bo'lishi mumkin. Nikoh to'yini esda qolarlikday o'tkazish uchun deya iddao qilinayotgan bu harakatlarning sodir etuvchilariga nahotki to'yga qo'shib o'z hayotini ham xavf ostiga qo'yayotganini anglamagan bo'lsa. 10-noyabr kuni Gulyankaga chiqib, do'stlik restoranining oldida mashinamning balonini bir yerda qo'yib turib tutetdim. Mendan kechirim so'rayman. Boshqa qaytalanmaydi, men so'z beraman. 1 million pul oldim. Kelisim to'yxonaga drib jasab berib bo'ldi. Alding balonlardan tutun chiqarib berib. Drib jasab, tek bir yerda turib drib jasab tusetib bersam bo'ladi. Qilganimdan pushaymayman, ikkinchi qaytalanmaydi. Berilgan ayrim ma'lumotlarga ko'ra 1 million so'm mablag' uchun bunday harakatlar sodir etilgan. 2024-yil 10-noyabr kuni Qo'shili rayonida joylashgan Do'stlik to'yxonasining oldida bo'lgani aniqlandi. Hamda bu Jayxun posyolkasida joylashgan Perimetr Jetkerbay o'z o'g'lining to'yida shirkatmasligini aniqlandi. Hamda avtomashinalarni tovib jarima maydoniga qo'yildi. Hozirgi vaqtda haydovchilar bilan profilaktika sovet жұмысы olib borilmoqda. Termiz davlat pedagogika instituti Surxondaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi bilan hamkorlikda profilaktik tadbir tashkil etildi. Unda talaba yoshlar soha xodimlari tomonidan ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Hozir shu haqda Yong'inning oldini olish, shuningdek, yong'in yuzaga kelganda qanday harakat qilish kerakligini o'rgatish, bino ichida fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash haqida talabalarga tushunchalar berildi va bundan tashqari yong'in vaqtida ishlatiladigan uskuna va jihozlar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi vakillari tomonidan plakat hamda ko'rgazmalar taqdim qilindi. Bu tadbirda har bir talabalarga mana shu oy davomida, yong'in xavfsizlik oyida talabalarga har xil isitish pechlari, gazlardan to'g'ri foydalanish haqida ko'rsatmalar berildi. Yong'in xavfsizligi monitoringini tekshirish va yong'in xavfsizligi uskunalari va tizimlarining soz holatda ekanligi, masalan, yong'in signalizatsiyasi, tizimlarning holatini yaxshilash va kutilmagan yong'in holatlarida olov kuchaymasdan oldinroq amaliy va nazariy tomonlardan tayyorgarliklar ko'rish haqida tushunchalar berib o'tildi. Bu tadbirda talabalarimiz o'zlari yetarlicha ko'nikmalar qabul qilishdi. Tadbirimiz 15-dekabrgacha davom etadi. Xususan, tadbirda mas'ullar tomonidan talabalarga inson hayoti va mol-mulklarini yong'indan asrash, talabalar turar joyi va ijara xonadonlarida olov kelib chiqishi mumkin bo'lgan holatlar bo'yicha taqdimot videoroliklar namoyish qilindi. Dasturimiz davom etadi. Milliy qadriyatlarni ulug'lash va yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish maqsadida Termiz shahridagi 23-umumta'lim maktabida ochiq dars va mehrjon bayrami o'tkazildi. Tadbir davomida o'quvchi yoshlar o'z mahoratlari va ijodiy ishlari bilan qatnashib, kuz faslining go'zalligini aks ettirishdi. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilingan kunning 33 yilligi munosabati bilan davlat ramzlari milliy g'ururimiz shiori ostida ochiq dars tashkil etildi. Darsning asosiy maqsadi o'quvchilarga davlat ramzlarining ahamiyatini tushuntirish, milliy qadriyatlarni ulug'lash, yoshlarda vatanga muhabbat tuyg'usini shakllantirishdan iborat bo'ldi. Shuningdek, mehrjon bayrami ham tashkil etilib, mazkur tadbirda maktabning barcha sinflari faol ishtirok etdi. O'quvchilar hosildorlikka bag'ishlangan she'rlar aytib, qo'shiqlar kuylashdi. Shuningdek, o'z bilimlarini namoyish etishdi. Sinf rahbarlari va ota-onalar ham mazkur tadbirda ishtirok etib, o'quvchilarni rag'batlantirishdi. Bu bayramni o'tkazishdan maqsad bog'bonlarimiz, dehqonlarimiz yetishtirgan hosillarini nesnobud qilmasdan yig'ib olish va uni qadrlash
haqida o'quvchilarimizga tushunchaga ega bo'lishdi. G'arq bo'lib pishgan meva va sabzavotlarning inson organizmi uchun nechog'li foydali ekanligini ushbu tadbir orqali bilib oldik. Shu kabi tadbirlar kelgusida ham muntazam ravishda tashkil etilib, yoshlarda milliy o'zlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilishi shubhasiz. Surxondaryo viloyati Angor tumanidagi 12-sonli umumta'lim maktabida turli yosh toifalardagi o'quvchilar o'rtasida qiziqarli va mazmunli tadbir tashkil etildi. 1 va 4-sinflar o'rtasida o'tkazilgan Mehrjon bayrami tadbiri alohida e'tiborga sazovor bo'ldi. Ushbu tadbirda kichik sinf o'quvchilari tabiat, dehqonchilik va hosil mavzularida she'rlar va qo'shiqlar ijro etib, o'z iste'dodlarini namoyish qilishdi. Shuningdek, o'quvchilar tomonidan tayyorlangan ko'rgazmalar, jumladan sabzavot va mevalardan ishlangan mehnat namunalari tadbirga o'zgacha ko'rk bag'ishladi. Mehrjon bu kuz bayrami. Bu bayramda raqslar, kuy qo'shiqlar, mevalar tilga kiradi. Tadbir davomida o'quvchilar va mehmonlar oshning tarixi, tayyorlash usullari va mazmuni haqida qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Tadbir yakunida faol ishtirokchilar va g'olib sinflar maktab ma'muriyati tomonidan diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Maktab direktori o'tkazilgan tadbirning tarbiyaviy ahamiyatini ta'kidlab, bunday tashabbuslar yoshlarda milliy qadriyatlarga hurmat va kelajakka intilish hissini kuchaytirishini aytib o'tdi. Birgina xato, birgina e'tiborsizlik inson umriga zomin bo'lishi hech gap emas. Ayniqsa, hali voyaga yetmay turib, avtomashina boshqarishda yetarli tajribasi bo'lmasa-da, haydovchi bo'lish istagida bo'lganlar talaygina. Buning oqibatida turli xildagi yo'l transport hodisalari sodir bo'lmoqda. Ana shunday hodisalarni oldini olish maqsadida Termiz shahrida reyd tadbirlari o'tkazildi. Termiz shahrini jinoyatdan xoli hududga aylantirish, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida kuzatuv kameralar sonini ko'paytirish, ularni integratsiya qilish masalalari viloyat ichki ishlar boshqarmasi, Milliy gvardiya xodimlari hamda bir qator huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamkorligida dolzarb 50 kun maxsus profilaktika tadbirida muhokama qilindi. Shuningdek, yo'l transport hodisalari yuzaga kelmasligi, tunda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan jinoyatlarning profilaktikasi va ularni oldini olishga qaratilgan barcha chora-tadbirlarni kuchaytirilgan tartibda amalga oshirilishi ham belgilandi. Ayni paytda Termiz shahar ko'chalari bo'ylab dolzarb 50 kun maxsus profilaktik tadbiri doirasida tungi reyd tadbirlari olib borilmoqda. Ushbu reyd jarayonlarida esa bir qator haydovchilar tegishli hujjatlarsiz avtomashina boshqarganligi aniqlanib, ularning demak avtomashinalari jarima maydonchalariga qo'yilmoqda. BMW rusumli transport vositasi bir necha marotaba yo'l patrul xizmati xodimlarining qonuniy talabini bajarmasdan harakatni davom ettirganligi hamda to'xtatilib transport vositasini tegishli hujjatlarini tekshirish jarayonida avtotransport vositasida maxsus tovush chiqaruvchi ovoz qurilmasi o'rnatilganligi aniqlandi. Surxondaryo viloyati bo'yicha olib borilayotgan dolzarb 50 kunlik maxsus profilaktik tadbirlar jarayonida Termiz shahrida yo'l patrul xizmati xodimlari hamda boshqa sohaviy xizmat xodimlari hamkorlikda tungi reyd tadbirlari amalga oshirilmoqda. Tungi reydlarning asosiy maqsadi sutkaning qorong'i vaqtida sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlar hamda huquqbuzarliklarning oldini olish, yo'l harakati qoidalarini buzib, qo'pol tarzda transport vositasidan foydalanish shartlarini buzib harakatlanib yurgan haydovchilarni aniqlash va aholi tinchligi, osoyishtaligi rahna soluvchi huquqbuzarlarni aniqlab, ularga nisbatan qonunda belgilangan tartibda choralar ko'rishni ta'minlashdan iborat. Yana bir holatda esa voyaga yetmay turib, Tracker rusumli avtomashinada kech bo'lsa-da bir nechta qizlar bilan sayr qilib yurgan erkatoy to'xtatildi. Ustiga ustak yigitcha boshqarib ketayotgan avtomashina otasining shaxsiy mulki emas, balki davlat hisobida turadigan transport vositasi hisoblanadi. Endi bu xatti-harakatni qanday oqlash mumkin? Bunday tartibda transport vositasini ekspluatatsiya qilishingiz mutlaqo noto'g'ri. Tushundingizmi? Sizga nisbatan hozir ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 135-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Yuridik shaxsga tegishli bo'lgani uchun korxonani mexaniki ma'muriy amaliyot bo'limiga borib uchrashadi siz bilan birga. Tushunarlimi? Land Cruiser avtomashinasi bo'ysunmasdan harakatni davom ettirganligi sababli yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan to'xtatildi va avtomashina jarima maydonchasi tomon yo'naltirilmoqda. Ushbu davlat raqam belgili transport vositasi YP xodimining to'xtash chorasiga bo'ysunmaganligi uchun orqasidan kuzatib kelib
tekshirganimizda haydovchini yonida me'yor hujjatlar yo'qligi aniqlanib hamda transport vositasi vaqtincha saqlash jarima maydonchasiga joylashtirildi. Albatta bu kabi reyd tadbirlarini o'tkazishdan asosiy maqsad turli xildagi ko'ngilni xira qiladigan holatlarni oldini olishdir. Endi esa jahon maydonida sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlar bilan dasturimizni davom ettiramiz. Xitoy markazida bog' ko'rinishiga ega bo'lgan 270 metrli osmono'par bino qurilishi rejalashtirildi. Mashhur kompaniyalardan biri shtab-kvartira qurish bo'yicha buyurtma oladi va o'zining 270 metrli osmono'par binosini taqdim etadi. Mazkur bino 53 qavatdan iborat bo'lib, Shenzhen shahrining markazidan o'rin oladi. Xitoyning Juxan shahrida avtomobil olomon ustiga bostirib kirdi. 20 kishi tan jarohati oldi va bir necha kishi halok bo'ldi. Shaharda odamlar terrorchilik hujumi haqida qichqirganda avtomobil olomon ustiga bostirib kirdi deyiladi xabarda. Aniqlik kiritilishicha, mashina o'sha paytda odamlar bo'lgan katta yo'lga chiqib ketgan. Ispaniya 14 yillik rekordni yangiladi. Ispaniya terma jamoasi 2024-yilda bo'lib o'tgan barcha musobaqalarning 17 tasidan 14 tasida g'alaba qozondi va bu terma jamoada mutlaq rekordni yangiladi. Aytilishicha, 19-noyabrga o'tar kechasi ushbu jamoa Shveysariya ustidan g'alaba qozondi va o'z rekordini yangiladi. Dasturimiz orqali turli iqtidor egalari haqida ko'p gapiramiz. Bu galgi qahramonimiz esa hali yosh bo'lishiga qaramay izlanishdan to'xtamayotganlardan biridir. U ustozi bilan birga korxonalardan chiqayotgan tutunni tozalab beruvchi qurilma yaratdi. Agarda kutilgan natijaga erishilsa, yaxshigina daromad topish mumkin. Muxbirimiz Dovudxon G'ulomjonov mavzuni davom ettiradi. Abdusattor hozirgi kunda 18 yoshda. Robototexnika sohasiga yoshligimdan qiziqqanman deydi u. Bunga qiziqishimdan sabab bu hozirda juda rivojlanib borayotgan sohalardan biri. Bu sohada 2021-yildan beri o'qib kelaman. Proyektlarning eng kattasidan biri mana shu. Ya'ni havo tutun filtri bo'ladi. Oldimda turgan ushbu qurilma sanoat korxonalaridan chiqayotgan tutunlarni tozalab havoga chiqarib beradi. Buni tayyorlash uchun 1000 AQSh dollari miqdorida pul sarflangan. Agarda bu yaxshi natija berib katta korxonalarga o'rnatiladigan bo'lsa, buning ortidan qahramonimiz 50 ming AQSh dollarigacha miqdorida pul topishi mumkin. Ushbu qurilmaga hozirdan talabgorlar ham ko'p. Sanoatlardan chiqayotgan zararli gazlarni filtrlab o'zida olib qoladi. Hozir sinov jarayonida ketyapti. Ya'ni biz buni g'isht zavodlariga qo'yib sinab ko'rmoqchimiz. Hozirda ikkita g'isht zavodi bilan hamkorlikda ishlayapmiz. Abdusattorning asosiy maqsadi buning ortidan pul topish emas, balki shahar havosining toza bo'lishiga o'z hissasini qo'shishdan iboratdir. Buni ustozim bilan birgalikda jamoaviy bo'lib ishlab 8 oy davomida yasadik. Hozir ham yana ustida ishlab boryapmiz. Qahramonimiz qurilmani tayyor holatga keltirgunga qadar ancha qiyinchiliklarga ham uchradi, lekin u maqsad sari izlanishdan to'xtamadi va natijaga erishdi. Boshida asosan kodida muammo bo'ldi. Kodini yozib bo'lganimizdan keyin ichidagi sxemasi, ya'ni texnologiyasida juda katta muammolar bo'ldi. Yaxshilab texnologiyani avval o'rganib, keyin shuni sinovdan o'tkazganimizcha ancha orada pauzalar bo'lib qoldi. Abdusattor ushbu qurilmasi orqali chet elda bo'lgan musobaqalarda ham faxrli o'rinni qo'lga kiritgan. Bu chet eldagi qiziqish juda yuqori bunga texnologiyaga. Biz avgust oyining o'rtalarida Dubay 2024 musobaqasi bo'lib o'tdi. O'shanga borib faol qatnashib birinchi o'rinlikda olib keldik. Qahramonimizning kelgusidagi reja va orzular hali ko'p. Bundan keyingi ixtirolar qanday bo'lishi haqida so'raganimizda, bunisi sir bo'la qolsin deya ochiqlagisi kelmadi. Transportni mast holatda boshqargan shaxs javobgarlikka tortiladi. Ya'ni transport vositasini boshqarish huquqidan 1 yil 6 oydan 3 yil muddatgacha mahrum qilinib, bazaviy hisoblashning 25 barobarida jarima solishga sabab bo'lishi ko'rsatib o'tilgan. Bu turdagi huquqbuzarlik uchun javobgarlik choralari kuchaytirilgan bo'lsa-da, hamon mast holatda avtomashina boshqarayotganlar uchramoqda. Muxbirimiz Muqaddas Panjiyeva mavzuni davom ettiradi. Avtomashina boshqarishimni hech kim bilmay qoladi deya spirtli ichimlik ta'sirida yo'lga otlangan bu fuqarolar o'z xatti-harakatining ayanchli oqibati haqida o'ylab ko'rmagani aniq. To'y bo'ldi, boshqaniki to'langan ishimga borib pivo ichgan edim. Joriy yilning 10 oyida Surxondaryoda ko'rib tamomlangan 1462 nafar shaxslarga nisbatan 1455 ta ma'muriy huquqbuzarliklar ishiga ham aynan haydovchining mast holatda rulga o'tirishi sabab bo'lgan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 131-moddasining 1-qismi bilan 1 yil 6 oy muddatga transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilinib, bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari miqdorda, ya'ni 9.375.000 so'm miqdorda jarima jazosi tayinlansin.
Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi lavha edi. Sizni respublika miqyosidagi yangiliklardan xabardor qilishda davom etamiz. Shuningdek, bizni kun davomida ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishni unutmang. Yana efir orqali ko'rishguncha salomat bo'ling.